Islom Ismoilov jamoasi ajoyib jamoa. Albatta ular juda kuchli raqiblarga qarshi chiroyli o'yinlarni namoyish etib berishdi. Minnatdorchilik bildiramiz Islom Ismoilovga va uning shogirdlariga. Mana bugun ham Italiyaga qarshi so'nggi sekundlargacha kurashishdi, ammo o'sha qizil kartochka baribir o'z so'zini aytib qoldi. Chunki Italiyaga qarshi mana bunaqa chiroyli o'ynab, mana bunaqa hisobda mag'lubiyatga uchrash ham hamma terma jamoalarning ham qo'ldan kelavermaydi. Italiyada ko'rdik, klass bor. Italiya baribir Yevropa futboli nafasi ularda urib turibdi. Ular vaziyatlardan foydalanib ketishdi, oldinga chiqib g'alaba qozonishdi. Islom Ismoilov jamoasi mana shu nimchorak finaldan endi O'zbekistonga qaytadigan bo'lishdi. Yigitlarimizga mana bunaqa mundialda shunday ishtiroki uchun minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi mundiallarda ularga omad tilab qolamiz. Endi ularning yoshlari katta bo'lib, U23 keyinchalik O'zbekiston milliy terma jamoasida ham barchalarini ko'rishni istab qolamiz va ko'p futbolchilarimiz esa Yevropa maydonlarida o'ynashlarini tilab qolamiz. E'tibor uchun tashakkur. O'zbek futbolida qoling, like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. Kontentlar endi yana bir bora ko'payadi. Xayr, salomat bo'ling.